Bir son pulsiz uyingize xuddi shunday pultda boshqariladigan perdelarni tiktirishni xohlaysizlarmi? Qadrli obunachilar, 30 yillik tajribaga ega bo'lgan Xorazmda perda sohasida birinchilardan bo'lib boshlab bergan Malika perdalari bugun sizlar uchun Turkiyadan eng oxirgi yangiliklarni taqdim etadi. Malika perdalari o'zini katta magazinni tashkil etdi obunachilar. Eng oxirgi modeldagi hech yerda yo'q bo'lgan showroom perdalardan tiktirishni xohlaysiz. Lekin pulingiz yo'qmi? Uzum nasiya orqali istagan turdagi to'lovlarda obunachilar bemalol kelib turib perdalarimizni olib ketishingiz mumkin. Eng asosiysi sifatini tikilishini va size beradon dizaynlarından başka yerden tapmaysizlar. Şurada görüp turgan hamma yangilik perdelerimiz obunachilar Türkiye'den taza geldi. Bularni Xorazmda hech qaysi perdechilarda yo'q demeymiz. Bütün O'zbekistonda yo'q deymiz. Çünkü hakikatdan ham obunachilar Türkiye'de showroomlardan alıp geldiler. Sizlar uchun eng oxirgi modeldagi perdelerimizni qaranglar. Meni uyimdagi perdeler O'zbekistonda bir dana bo'lsin desangiz, Malika perdelerini buyurtma beraverasiz. Şu görüp turgan perdelaringizni go'zalligine qarang, e'tibor etinglar, materiallarini dim bir boshqacha. Perdelerimiz hammasini obunachilar sizlar uchun zo'r baholara qo'yibdilar. İstesangiz obunachilar menga eng yoqqan ina pano modelini hozir obunachilar bunday variantdagi perdeler ham chiqibdi. Hali bular Turkiyada yangilik, bemalol kelib turib, o'zingizni uyingizga to'g'ri keladigan variantda tiktirishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, shu ko'rib turgan perdalaringizni nerede ko'rgansiz? Qaranglar bularning go'zalligini. High-tech uylarimiz uchun to'g'ri keladigan perda materiallarimiz bo'ladi. Ayniqsa gelin uylarimizni dim bir boshqacha ochib turadi. Bularimiz zallara yaraşadı. Svetda dönüp turadi bu perdelerimiz obunachilar. Xullas, ko'rib turganingizdek modellarimiz dim ko'p, yangiliklarimiz ham ko'p. Sizdan birgina talab gelasiz, tanlab ketasiz. Xorazmning nomer 1 perdachilari sizlarga borib turib uyingizga chiroyli etib o'rnatib berib ketadi. Tul perdalarimizdan va obunachilar yangiliklarni ko'rsatib o'tsak, eng zo'r ina tul perdalarimizdan sizlar uchun tayyorlab qo'yibmiz. Vibrlari dim ko'p, e'tibor etinglar. Dim akkuratni, neobichni bo'lib turadigan tul perdalarimiz bular. Bir-biridan chiroyli variantlarni ekkalib qo'yibdilar. Xullas obunachilar, hozir katta chegirmaga yetib turibdi. Agar uyingizni polni, hamma yerni perdasini Malika perdalarini qildiradigan bo'lsangiz, ichida mehmonxonalaringiz uchun dasturxonlarimizni besplatni qo'yibmiz. Tikishini emas, o'zini besplatni döşab beramiz. Manzilimiz ham dim zo'r yerda joylashgan obunachilar, hammamiz biladigan Urganch dehqon bozorining Jasmine Tort desa ko'pchilik biladi. Jasmine Tortning yan başında joylashgan ina Malika perdalari deb qo'yibdi katta zdaniyamiz. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni yaxshi perdachi va yangilik perdalarni izlab yurgan obunachilarga yuborib qo'yamiz. Bir so'm pulsiz uyingizga xuddi shunday pultda boshqariladigan perdalarni tiktirishni xohlaysizlarmi? Qadrli obunachilar, 30 yillik tajribaga ega bo'lgan Xorazmda perda sohasida birinchilardan bo'lib boshlab bergan Malika perdalari bugun sizlar uchun Türkiye'den eng oxirgi yangiliklarni taqdim etadi. Malika perdalari o'zini katta magazinni tashkil etdi obunachilar. Eng oxirgi modeldagi hech yerda yo'q bo'lgan showroom perdalardan tiktirishni xohlaysiz. Lekin pulingiz yo'qmi? Uzum nasiya orqali istagan turdagi to'lovlarda obunachilar bemalol kelib turib perdalarimizni olib ketishingiz mumkin. Eng asosiysi sifatini tikilishini ve size beradon dizaynlarından başka yerden tapmaysizlar. Şurada görüp turgan hamma yangilik perdelerimiz obunachilar Türkiye'den taza geldi. Bularni Xorazmda hech qaysi perdechilarda yo'q demeymiz. Bütün O'zbekistonda yo'q deymiz. Çünkü hakikatdan ham obunachilar Türkiye'de showroomlardan alıp geldiler. Sizlar uchun eng oxirgi modeldagi perdelerimizni qaranglar. Meni uyimdagi perdeler O'zbekistonda bir dana bo'lsin desangiz, Malika perdelerini buyurtma beraverasiz. Şu görüp turgan perdalaringizni go'zalligine qarang, e'tibor etinglar, materiallarini dim bir boshqacha. Perdelerimiz hammasini obunachilar sizlar uchun zo'r baholara qo'yibdilar. İstesangiz obunachilar menga eng yoqqan ina pano modelini hozir obunachilar bunday variantdagi perdeler ham chiqibdi. Hali bular Turkiyada yangilik, bemalol kelib turib, o'zingizni uyingizga to'g'ri keladigan variantda tiktirishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, shu ko'rib turgan perdalaringizni nerede ko'rgansiz? Qaranglar bularning go'zalligini. High-tech uylarimiz uchun to'g'ri keladigan perda materiallarimiz bo'ladi. Ayniqsa gelin uylarimizni dim bir boshqacha ochib turadi. Bularimiz zallara yaraşadı. Svetda dönüp turadi bu perdelerimiz obunachilar. Xullas, ko'rib turganingizdek modellarimiz dim ko'p, yangiliklarimiz ham ko'p. Sizdan birgina talab gelasiz, tanlab ketasiz.
Xorazmning nomeradin pardachilari sizlarga barib turib uyingizga chiroylatib o'rnatib berib ketadi. Tul pardalarimizdan va bunachilar yangiliklarni ko'rsatib o'tsak, eng zo'r tul pardalarimizdan sizlar uchun tayyorlab qo'yibmiz. Vibrlari dim ko'p, e'tibor etinglar. Dim akkuratni, neobichni bo'lib turadigan tul pardalarimiz bular. Bir-biridan chiroyli variantlarni ikkal qo'yibdilar. Xullas, obunachilar hozir katta chegirmaga yetib turibdi. Agar uyingizni polni, hamma yerni, pardasini Malika pardalarini qildiradigan bo'lsangiz, ichida mehmonxonalaringiz uchun dasturxonlarimizni besplatni qo'yibmiz. Tikishini emas, o'zini besplatni döşab beramiz. Manzilimiz ham dim zo'r yerda joylashgan obunachilar, hammamiz biladigan Urganch dehqon bozori Jasmine Tort desa ko'pchilik biladi. Jasmine Tortning yan boshida joylashgan Malika pardalari deb qo'yibdi. Katta zdaniyamiz. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni yaxshi pardachi va yangilik pardalarni izlab yurgan obunachilarga yuborib qo'yamiz.